Transport davlat raqam belgisi bo'lmaganligi sababli haydovchiga chora ko'rilib, jarima maydonchasiga qo'yildi. Xizmat jarayoni. Hurmatli haydovchi, bu yoqqa qarab oling. Davlat raqam belgisi bormi? Ko'rsataverasizmi? Qayerga qo'ygansiz? Ha, bo'ldi, mana boryapti. 12720. Ushbu holat yana qaytariladimi? Xabaringiz bormidi? Davlat raqam belgisini o'z boshimchalik bilan yechib boshqarish mumkin emasligidan. Nima deysiz fuqarolarga? Nima chora ko'rildi mana sizga nisbatan? Menga nisbatan qonunchilikka asosan chora ko'rildi, boshqa qaytarilmaydi. Shunday asas berilgan. Rahmat.